Bu Amdeli laterni stabilizator 10.000 volt amper. Oddiy tilda 10 kW deyiladi. Kirish toki 200 dan tushmasa 8 kW toza beradi. Bitta xonadonga ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Tok balandroq joylarga. 160 tushsa 4 kW beradi. Ustalarga moslashtirilgan bo'ladi. Переносной deydi, ya'ni ko'tarib yurishga mo'ljallangan bo'ladi. Primoy zavod saytiga kiradigan QR kodi bor. Birlik kafolati bor, yangi partiya bypasslari bor. Orqasida vstроенный rozetkasi bor bu narsa ishlatishga. Mana bunaqa bitta kabel qilib olinadi, 2 to'rimiz vilkaga rozetka ishlatsalar, bo'lmasa o'chiruvchi bo'lsa ham bo'ladi. Chiqish bo'lsa, chiqishga uzunroq bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdan kabel qilib olinadi. Uchinchisi zazimleniya bo'ladi, mana 4-5 mana 110 ga vaqt. Amerikanskiy, yaponskiy ham anaqalar bo'ladi-ku, apparatlar narsalar. Shunga ishlatsanglar bo'ladi. Bu oxirgisi 220 ga vaqt. Buni nomi stabilizatorimiz Andeli. Anduli, Andalus emas. Andeli. Stabilizator aytayotganda ham har xil aytishadi. Ana buni Andalus deydilar. Kalbasada o'ylab nomini. Laterni original stabilizatorlardan qilib beramiz. Chiqish toki 226, sababi tok baland kelyapti. Mana bu yerda hozir 100 qilib qo'yganda mana yashil knopkani bosib tursangiz necha kiryapganini ko'rsa bo'ladi. Mana 168 kiryapti. Shuni 225 qilib chiqarib beryapti. Servo privodning motori bo'ladi. Mana katta obmotka bo'ladi. Obmotkaning ustida cho'tka bo'ladi. Cho'tka yuradi. Juda baquvvat stabilizator hisoblanadi.